Assalomu alaykum hammaga. Bizda Nexia 3 avtomat. Bu avtomatda o'ylab turgan muammo benzinda birinchi очередь ограниченияsi bor ekan. U ограничение olib tashlab stage 1 уровеньda programma yozib berdik. Keyingi nimasi? Xo'p, topливный filtrdan chiqib turgan suv aralashib balota bo'lib ketgan. Zang, suv cho'kindilari to'plangan va bachogimizni ichi hozir idealni qilib yuvib qo'ydik. Mana shuning uchun musor chiqdi. Pampersda ahvoli. Xo'p, nasos davleniyasi yaxshi. Endi o'lchab ko'ramiz bundan keyin. Xo'p, обратка klapan ham almashadi. Обратка klapan so'yma Koreyaga qo'yiladi. Xitoy ham effekt beradi. Koreyaga garantiyasi ko'proq. Xo'p. Ularni yig'ib, xudo xohlasa, mashinasini egasiga topshirib yuboramiz. Xudo xohlasa idealni bitadi.